Bugun men sizlarga bir mistik hikoyani aytib beraman. Qadimiy va biz sokin qishloqda Kunuz degan bir sirli ayol yashardi. Uning uyi qishloq chekkasidagi o'rmon oralig'ida joylashgan bo'lib, qishloq odamlari uni har doim chetlab o'tishardi. Aytishlaricha Kunuz tunda o'zining qop-qorong'u uyi ichida yorqin ko'zlari bilan atrofni kuzatar ekan. Bir kun yosh bolaning qiziqishi uni o'rmonga olib bordi. Bola ayolning uyi haqida doim eshitgan edi va haqiqatdan ham bor yo'qligini bilmoqchi edi. Bola tuman bosgan o'rmonda oy yorug'ida asta-sekin uyga yaqinlashar edi. Nihoyat, u qiya eshikdan ichkariga ko'z tashlab, eshitgan afsonalar haqiqatmi yoki yo'qmi bilmoqchi bo'ldi. Bola ichkariga kirgach, xona nihoyatda sovuq va jimjit edi. Ammo eshitayotgan mayin shivirlash ovozi yurakni to'xtatganday bo'ldi. "Sen meni izlading", deya bir ovoz eshitildi. "Endi ortga qayta olmaysan", dedi. Bola ortga qochishga harakat qildi, lekin eshik o'z-o'zidan yopilib qoldi. To'satdan uy ichida qandaydir uzoqdan kelayotgan sirli qadamlardan qo'rqib qotib qoldi. Keyinchalik qishloq odamlari o'sha yosh bolani hech qachon ko'rmadilar. Faqat Kunuzning uyining tepasida uchayotgan qora qarg'alar u yerda biror bir dahshatli narsa sodir bo'layotganidan darak berar edi. Bunday holatlar albatta hayotda ham uchrab turishi mumkin. Shuning uchun hech qachon o'zingiz bilmagan, hech kim yo'q uyga hech qachon yaqinlasha ko'rmang. La'natlangan yoki tashlandiq binolarda albatta shayton va jinlar izg'ib yuradi.